Aeroport territoriyasidan polnotsenniy 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar koridor qismida turibmiz. Asosiy kirib kelishimiz eshigi shetlari yevromontaj qilingan, prixoja mebel o'rnatilgan. Kvadrat 94 kvadrat. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Bundan tashqari stol ham qo'yilgan, o'tirib nonushta qilish uchun. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, bir kunda oformlab qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, bu yerda ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Kvartiramizda dual konturli kotel o'rnatilgan, so'pli pol radiatorlar qilingan. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasida ham kravat, shifonyer, tumbuchka, teremolar o'rnatilgan. Bundan tashqari parda, gilamlar ham qilingan. Va mana bu yerda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamizda hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bundan tashqari televizor, konditsioner ham o'rnatilgan. Kvartiramiz Novostroyka tag'ishli domda joylashgan. Bu tomonda esa chiroyli qilib mahkam mebel o'rnatilgan. Devorlar polnus atachenda qilingan, MDF eshiklar o'rnatilgan. Va mana bu yerda bizlarda общий sanuzol joylashgan do'stlar. Kvartiramiz Geofizika Grand Sultan restorani orqasida joylashgan 4-qavatda 94 kvadrat va narxi 99 ming, yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.